ruhoni olingan banda bir narsani iltimos qilar ekan, u iltimosi amalga oshmaydi. Lekin meni ey Robbim hayotga bir lahzaga qaytar deydi. Bir lahzaga qaytgan inson nima qilib qolishga ulgurish kerak? Xayr, ehson, sadaqalar qilib olay deydi. Bu dunyoga keldingmi, endi nimanidir hosil qilib ket. O'zing uchun, oxirating uchun Robbingga yuzlanganingda bir narsani nima qilgansan bandam desa, shuni qilganman Parvardigor bu dunyo hovlisida deb nimanidir hosil qilib narigi dunyoga olib o'tib ketkinki, bu dunyo hovlisiga kelib nimaga kelganini bilmasdan o'tib ketadigan odam xuddi hammomga kirib nopok holatda chiqib ketgan odamni singaridir deb marhamat qildi. Farzandlaringizga amalda tarbiya ko'rsating, yaxshilik ko'rib, mana bunaqangi qadriyatlar ustida katta bo'lsin bolalarimiz, obod bo'lsin yurtimiz, qalblarimiz, hayotimiz. Biz yutishimiz kerak ikki dunyoda, g'olib bo'lishimiz kerak ikki dunyoda. Biz onalarimizdan tug'ilgan vaqtdagi holatimizni eslaylik. Bitta matomiz yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo kiyim berdi, uy berdi, joy berdi, mansab berdi, ulug' berdi. Shundan endi sinov qilib bittasini olib qolsa, ba'zi bir birodarlarimizni yuraklarini changallab top etib yiqilib tushyapti. Nima deyapti? Mehnat qilib, peshona qilib, peshona teri qilib topdim. Qanaqa qilib bu holatga kelib qoldim deyapti. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Bugun kunlarimizdan, umrimizdan, hayotimizdan rozi bo'lsin. Ajab emas, bugun Alloh taoloning roziligiga yetgan kunimiz bo'lsa, subhanalloh, biz shu niyatda keldik. Yo'llar bosib, har bitta qadamlarimizga ajr savoblarimizni qiyrat qilib bersin Robbim.